Bu holat sizda takrorlanmasligi uchun ish etish kerak. Avvalambor ehtiyot bo'lib mashina haydash kerak. Undan keyin yo'l qoidalarini bilishingiz talab etiladi. Yo'l qoidalarini biladigan bo'lsangiz, test topshirasiz, keyin esa pravoni olib bemalol haydashingiz mumkin bo'ladi. Oxirgi vaqtlar pravoni olish tartibida ko'p o'zgarishlar bo'ladir. Vaqt o'zgaryapti, ili qandaydir yangilanishlar har doim. Xullas, gapdan qisqasini o'tjaqman. Bugungi videomizda Berunida pravoni nerdan olsak bo'ladi va qaysi kategoriya uchun qancha vaqt o'qish kerak degan savollaringizga javob beramiz. Ketdik. Berunimizda yana bir zo'r yangilik. Berunida yangi avtomaktab, Qiyat Auto Education Center avtomaktabi o'z ish faoliyatini boshladi. Videoning boshidan sirazu manzilini tushuntirib o'tib ketaman. Buyog'imiz Oq yo'l stoyanki, avtomaktab Oq yo'l stoyankining yonida bo'ladi va kat ko'chada mo'ljalimiz Freshmart do'konining ro'parasida bo'ladi. Freshmart yo'lning ana yonida, maktab yo'lning bu yonida. Ichkariga ketdik. Qiyat Auto Education Centerda siz barcha toifa bo'yicha bilim ko'nikmalarini olib, pravoga ega bo'lishingiz mumkin deb aytganda. Barcha toifa deganda A kategoriyadan E kategoriyagacha bo'lgan barcha kategoriyalarni o'z ichiga oladi. Endi eng dolzarb bo'lib turgan B kategoriyaga keladigan bo'lsak, B kategoriyada o'qish vaqti o'zgardi. Ya'ni oldin B kategoriyani olish uchun 3 oydan ziyod o'qish talab etiladi. Endi bo'lsa 2,5 oygina o'qiysiz. Bu aytib turgan avtomaktabingda B kategoriyani qachon olsak bo'ladi shunda Bobur desangiz, sizga zo'r variantim bor. Video hozirligingizda bir dona like bosib qo'ying. Har doimgi videoda bo'lganda bu yerdan sizga zo'r etib skidka qo'yib beramiz. B kategoriyani olishning o'zining narxi 4 million 500 ming so'm edi. Agar siz B kategoriyada o'qiyotgan bo'lsangiz, B kategoriyaning o'zining to'lovi 4 million 500 ming so'm. Lekin agar siz oldindan 100% to'lov etadigan bo'lsangiz, siz 4 million 500 emas, 3 million 150 ming so'm to'laysiz. Ya'ni 1 milliondan ziyod pul shu yerda o'tib qolasiz. Yo'q, men 100%ni bera olmayman, imkoniyatim yo'q desangiz, oldindan 50%ni to'layotgan bo'lsangiz, 3 million 800 ming so'm pul to'laysiz. Ya'ni bu yerdan siz hador pul o'tasiz. Menimcha, zo'r imkoniyat har doimda borgan joyimda siz o'ylayman. To'liq ma'lumot olish uchun pastda telefon nomeri qoldiramiz. Bu nomerlarga bog'lanib turib, qachon o'qish boshlanadi, gruppada necha odam bor, naqda o'qiymiz, soat nechada bo'ladi darslar degan savollaringizga javob topsangiz bo'ladi. Podpiska bosib qo'yishingizni chiqmasin. Shunda Berunidagi xohlagan masalangizni biz bilan birga hal etasiz va barcha savollaringizga istasizdan javob topib boraverasiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Pravosiz mashina haydaman.